Tigo 8 Pro'da gibridi ham xudo xolasa salonimizga yetib keldi, Farg'ona salonimizga. Mashina вообще udaragan olmay, kirligiga e'tibor bermaysizlar. Hozir treylerdan tushdi. Xo'p, ruchkalari ham juda ham dahshat ekan. Mashina ochilganda ochiladi. Bekitadi. Chotki. Salonlari вообще шикарный. Bismillah. Asosiy monitori, displeyi juda katta. 2-3 ta planshetda bitta qilsang ham teng bo'ladi. Ayniqsa uni kачествоsi juda ham tanar ekan. Salonlarini ajoyib rang, juda neovichniy rang qilingan, ko'zalari вообще шикарный, вообще chotki. Mashinani o'zim haydab ko'rdim. Mashina ham ancha yumshoq. Mashinaning ko'rinishi orqa tarafi eski 8 Pro'ga o'xshab ketadi. Bashta eski 8 Pro. Lekin oldilari, faralari ancha-muncha o'zgargan. Mashina haqida ma'lumot hali to'liq yo'q. Uni narxi va bitta zapravka bilan qancha yurishi hali to'liq aytilmagan, chunki mashina endi keldi. Xudo xolasa, profilga obuna bo'lib, kuzatib borsanglar, mashinaning narxini, qachon sotuvga chiqishini, to'liq ma'lumoti, qancha bitta zapravkada qancha yurishi hammasini video qilib qo'yamiz, xudo xolasa.